Respublikamizda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarning noqonuniy tashkil etilishiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Bu kabi huquqbuzarliklarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan tizimli tezkor tadbirlar amalga oshirilyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Andijon viloyatida o'tkazilib, navbatdagi noqonuniy qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shu tumanda yashovchi shaxs o'z yashash xonadonida bir guruh fuqarolarni yig'ib, moddiy manfaat ko'rish maqsadida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar tashkil qilgani aniqlandi. Tezkor tadbirda ushbu manzildan 28 dona o'yin kartasi hamda o'yin davrasidagi 740 ming so'm miqdoridagi pul mablag'lari xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish, ular uchun sharoit yaratish yoki bunday o'yinlarda ishtirok etish qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Qonunga rioya qilish jamiyat xavfsizligi va oilalar farovonligining muhim kafolatidir. Andijon viloyatida bu kabi noqonuniy holatlarga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.